internetga qo'yavermanglar. Yo'q, o'zi itak qo'yiladi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni videolarimizni kuzatib borayotgan aziz do'stlar. Barchalaringizga salom. Do'stlar, hozir biz Pop tumanini qaysi qishloq bu? Chortoq mahallasidamiz. Ya'ni bu mahalla deyilsa kerak, qishlog'imi, ya'ni Sang qishlog'ining sal teparog'ida joylashgan. Pastroqda ekan, uzr. Men bilmayman bu hududlarda, o'shaning uchun yonimizda bitta mana shu hududda tug'ilib o'sgan ukamiz tushuntirib ketyapti. Do'stlar, bu soy deyilsa kerak, adashmasam pastga qarab oqib ketyapti. To'g'ri, daryoga quyilsa kerak bu. Adashmasam bu soy. O'sha yoshlikda yurilgan ko'chalar eslatadi, qaranglar. Toza havo, suvni ovozi, ayniqsa shaldirab oqib kelayotgan suvni. Bu soy Lochin. Bu daryoga qo'shiladimi borib bu? Hozirgi soy. Qo'shilasa cho'laqniki uyga qo'shiladi. Cho'laq, to'laq.